Hürmetli görmenler, yaxshimisiz ko'rayotganlar, Akbaş Söküt'te. Bugün taklif qilgan alohida mehmonimiz olsa, ko'zga ko'ringan yosh naqshchipas, o'zicha nurg'un utuqlarni qazib etdim deb o'ylaydigan, uchiga chiqqan naqshchi Qadir Abdu. Qadir Abdu. Yaxshimisiz Qadir Abdu. Menchi bugün sizdan so'raydigan birinchi savolni o'ylashib o'tamiz bo'ladi, chunki bu hammadan so'rg'u savol bu. İsmingiz qiziqarli-ku, Qadir Abdu. Qanday olab bu ismni qo'yishni o'ylashib qolgan? Qanday olab deyish ketmaydi buni, hamda atanimiz nima qo'yish shu bo'ladi endi. Ismingiz Qadir, familiyangiz Abdu, shundaymi? Ha, to'g'ri. Dadangizning ismi Abdu, shundaymi? To'g'ri. To'liq ismingiz Qadir Abdu. Abduqodir degan ismga o'zgartirishni o'ylab taqammi? Yo'q. O'ylashmagan. Endi sizning chiqargan albomlaringiz, jo'njilaringizdan boshlaylik gapni. Sizning bir jo'njiringiz bor. Jo'njiringizning ismi o'zingizning ismi, ya'ni Qadir Abdu. To'g'ri. Nomus qilmadingizmi ma'sumni qo'yadi? Hijlomni qo'yadi. Yo'q. Siz boshqalar to'xtab turib, mush asl ismi Abduqodir deb o'ylab qolaman deb o'ylamdingiz mi? Abduqodir deb yozgan bu qiymati basmoq berganda xato besilib qolganmidi deb bunday o'ylab qilishdan ansirimdingiz mi? Yo'q. Menchi bir obdan qo'y. Menchi ismni qaraganda muzikaning o'zi bekrak muhim deb o'ylayman anglovchilar. Latyo chiqaribsiz-a shim deb. Ha. Naqsh mamaga o'xshamamda, pul topamga o'xshamaydi. Nima qilasiz bunlar axlat yemaklik chiqaradi? Bu axlat yemaklik emas bu. Shunda pokiz ishonchli yemaklik bu. Buningda-chi un, tuz, import qilingan dadur yog'i, tetikdan boshqa hech qanday bishmi yo'q. Xotiringizni jam qilib yalaydigan achchiq shim-shimlat yo'si. Bizning eshakning puchqichidan qaydan keling? Uylan qistirib oldingizmi shunday? Nima deb bu Latyoga Qadir Abdu deb ism qo'ymaysizlar? Naqshakilli. Naqshakillimsa. Sizning nurg'un naqshlaringiz tekstini Keremanbas yozib o'tgan-a? Ha. Bu Keremning sizning shu san'at sohasiga ko'rsatgan ta'siri xil yuqori ekan-a? To'g'ri, men ko'rsatgan ta'siri cho'ng. Ikkinlar aş balaning ismini o'zgartirish to'g'risida paranglashmoqdami? Qanday deysiz? Chunki men o'ylayman, Abbos Kerem degan bilan Qadir Abdu degan ism sal moslashibdi. O'zgartirib o'tgan bo'lsanlardan. Boshqa bir shunga qiziqmaysiz siz. Naqsh to'g'risida paranglashsak olmamda. Ma'qul. Naqsha, ism emas, naqsha. Ma'qul. Sen ham rahli qo'li oldi. Hindistondagidan o'g'ilgan naqshani. O'zgartgan. Ma'qul xo'pman. Hindistondan o'zgartib o'g'ilgan naqshani. Sizning mushu naqshingizning birinchi tekst misrasini bunday yozibsiz. Balki eski sarson yordurman deb. Endi bu yerda siz o'zingizning zodi eskimi, yaxshimi bilmayotgansizlar, shundaymi? Ya bu bir naqshning teksti bu, buning undaq bir astoydilish, birinjilishimiz yaxshi, eskimi, yaxshimi bilmayotgansiz, shundaymi? Ya deb javob bering. Men bu yerda demoqchi, bu ma'lum darajada sizda ast xarakterlik unutqoqlik kesimning borligini tushuntirchi bu. Siz o'zingizning yaxshimi, eskimi ekanligini bilmayotgansiz, unutib qolgan o'xshaysiz. Menchi bu sizning bu unutqoqlik kesimingiz bor, u eg'irlashib qilib oxirgi bosqichga berib qoldi. Oxirgi bosqichga kelib hatto bu Qadir Abdu degan ismning bir qamlashmagan ism ekanligini unuttirib qo'ydi. Uning ustiga baksat ma'sum ey Qadir Abdu. Boshqa gapiramiz. Ismdan boshqa. Ma'qul Qadir ekan. Endi biz shu san'atchi bo'lgan chaqdagi hissiyotlaringiz to'g'risida paranglashib boqmaydimi? Ha. Shu boshqa san'atchilarni ko'rsangiz hasad qilamsiz. Ichingiz pushanda.
Pijallarınız ağıramdı başqa sanatçılarniki. Qanday deysiz? Men kimga masat qilaman men? Masalan, Sidiq Qodilar deganlar uchun. Men ketdim. Xo'sh. Ya, bo'lmaz. Xafa bo'l. Ism to'g'risida paxlashmaymiz. Naqshib keldi. Sizningki shu ilgari bir janjiringiz chiqib ketgan tuq. Oshningda bir naqsh bor ekan tuq. Ustozga Madiya deb. Bu naqshida siz bir ataqliq san'atkorimiz, ustoz san'atkorimizni kuylab ekansiz. Lekin uning ismini biringiz tilga olmabsiz-ku. Lekin har bir tekstlardan, misralardan buning kimligi chiqib turdi. Chunki bu ataqliq san'atkorning diyorimizdagi hammadan bilib-ku. U bo'lsa Abdurim Abdullah. Ey, Abdullah Abdurim. Şu emasmi inson? Bu Qodir Abdu degan ism emasman, la'nat deb sifat olsam, ota-onamiz nima deb qo'yib qo'ygan bo'ladi bu ismni? Yoki nopus qog'oydan sol xayog'im ya. Ya boshchilab, quchilab tushgan bo'lgandingiz ya. Men chidimidim. Va quya. Ism to'g'risi deyishmaydi. 1 minut tugadi. Haqiqiy anmaqis. Tugida? Anmaqis. Şu sizning nurg'un naqshlaringiz bor, nurg'un asarlaringiz bor, lekin xo'log'indan ta'yin yo'q-ku. O'g'ilgan Sanam Muroddan boshqa. Ey, o'zgartgan ana. Yozgan tekstini. O'zgartib o'g'ilab yozgan Sanam Muroddan boshqa. Endi boshqa naqshlaringiz nimishqi qo'llanmaydiganligini sabablarini o'ylash vaqtingiz, yakunlab finish qilib vaqtingizmi? Endi buningga vaqt ketadi. To'g'ri deysiz. Dimsin ba'zi ishlarga shu vaqt sababchi bo'luvchi, vaqt o'tgandan keyin unda natijasini ko'ramiz. Siz chiqqanda Men chash qamlashmagan temperatur Qodir Abduga ismozdan sabab. Qodir Abduga